Assalomu alaykum, kanalim obunachilari. Keyingi haftadan ob-havo keskin o'zgarishi kutilmoqda. 23 mart kunlari respublika bo'yicha ob-havo keskin o'zgarishi kutilmoqda. O'zbekistonga nam va nisbatan salqin havo massalari kirib keladi, deya xabar bermoqda O'zgidromet agentligi. Respublika bo'yicha yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Respublikaning tog'li hududlarida yomg'ir qorga aylanishi ehtimoli kutilmoqda. 23-24 mart kunlari shamol tezligi ba'zi joylarda 13-18 metr soniyaga kuchayadi. Ayrim joylarda ba'zida 20 metr soniyagacha kuchayishi mumkin. Kunduzgi havo harorati asta-sekin +12 +17 darajagacha pasayadi. Shuningdek, 23-27 mart kunlari kuzatilayotgan yomg'irlar yog'ishi sabab respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida, jumladan Qashqadaryo viloyati Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyati Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrabot tumanlarida, Samarqand viloyati Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyati Xatirchi, Navbahor, Nuroda, Karmanax tumanlarida.